Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomiz juda qisqa bo'ladi. Oldingi videomizda biz Telegram Premium olish haqida video qilganman. Mana shu videoni davomi, ya'ni bu videomizda shu videoda 3 oylik Telegram Premiumga zaявka berganmiz, ya'ni chiqarib olishga berganmiz. Mana shuni bizga tashlab berdi. Shu haqda ozgina gaplashib o'tamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana premiumni olib sizlarga ko'rsatib beraman. Video yoqsa like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Akalar, mana premiumni bergan, ko'rib turibsiz. Premiumni qabul qilib olganmiz. Telegram premiumni mana hozir keldi. Mana ko'rishingiz mumkin 17-dekabr 20:08 da. Hozir soatimiz 20:11 bo'ldi. Mana yerda ko'rinib turgan bo'lsa agar sizlarga 20:11 bo'ldi. Tepani ham tushirib ko'rsatib beraveraman. Mabodo ko'rinmayotgan bo'lsa. Xo'p, endi shuni qabul qilib olamiz. Mana birinchi o'rinda Xo'p, bizga hadya qilindi. Qabul qilib oldik. Hozir isbotini ko'rsatib beraman. Mana o'zimning profilim. Hop. Ko'rishingiz mumkin. Barcha premium stikerlar ochilgan. Xullas premiumda hamma nimalari ochilib ko'rinib turibdi. Hozir yana ko'rsatib beraman. Telegram premium bo'limiga kirganimizda mana hammasi ochiq. Mana obunangiz faol. Amal qilish sanasi 18-mart 2026-yil 3 oylik premiumni bizga hadya qildi. Videomiz ancha oldin olingan, shuning uchun mana zaifkani ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Hop, endi mana bu yerda ya'ni menda bo'layotgan muammo. Hop, endi video qilganimga hozir bu videomiz ertaga yo indin chiqsa, bugun 17-dekabr soat 20:08 shunda chiqarib oldik. Endi hop, ko'ramiz. Mana adminga yozdim. Xullas menga hadyalarni tashlab beradigan adminga yozganman. Salom, xullas men premiumga zaявka berganman. Menga berilmayapti. Boshqa yulduz ham chiqarib bo'lmayapti deb yozdim. Keyin IDni so'radi, profilingizni skrinshotini so'radi. Profilimni solishtirib mana javob yozdi. Sizga 9 yulduz yoki premium yuborishim kerakmi deb so'rayapti. Men menga premium yubor degan ma'noda premium deb yubordim va menga yuborildi degan xabarni jo'natdi. Xullas mana shunday qilib premiumni qabul qilib oldik. Bu haqda shu oldingi videomda tushuntirib o'tganman. Albatta mana shu bot yordamida olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta havola opisaniyada, kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni, videoga like bosishni unutmang.